70 yulduz yog'ilib yarim olmas yetti yanga. Qaynopa? Qanday baxtli xotinlar. Qachon keldingiz opa? Kelganimni sezmisizlar-da, oldinglarda shiringina xotininglar deb turgandan keyin opa ko'zga ko'rsatdi. Yo, turmanglar, o'zim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Opa, yuzingizga nima qildi? Pochi bir urib uydan haydab yubordi. Nima? Hozir borib pochani qo'lni sindirib kelmasanmi? Yo, unaqa qilma. Har holda bolalarning otasi. Opajon, issiq joydan ichasizmi? Uyga keldim, sig'mayman, qara uka. Befarosat kelib, labimdan yeganimni ko'rib turibdi. Issiq joy bilan kuyaymi hozir? Opajon, kiyimlaringizni yuvib beraymi? Uka, senga o'sha orqasidan yurib sevgan Nozimenga uylansam, shu befarosatga uylandi. Ko'rib turibdi, bitta kiyimda kelganimni ko'rib turibdi. Yo, yechib beraymi? Xullas, gap bunda o'rsinjoylar. Ertaga yo'q qaynopamizning bo'yidan ketkazmasak, keyin tushni o'zimizga ketamiz. To'g'ri aytasiz. Ertaga Moskvadan erimdan pul kelishga. O'shani ham olib qo'yadi. Bu safar opajon deb erimdan kalta yegandim. Esimda. Bu safar o'zlari yeb ketdi. Xullas, ertaga qaynukalarim yo'q bo'lgan paytida qattiq gapiramizda haydab boramiz. Ertaga yo'q qaynopamizning bo'yidan ketib bu safar o'zlari yeb ketdi. Ko'rdinglar ukalarim? Sen opani ketkazadigan. Men senga kuningni ko'rsataman. Ye onaniki. So'radan mana sen. Mazar uyga bormasam hozir. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.